Liu Bei o'lish oldida Zhuge Liangni ayrim chaqirib akilib, uningga butun huquqini o'tinib bermoqchi bo'ldi. Sizcha Liu Bei rostilla huquqini Zhuge Liang o'tinib bermoqchimi? Undaq emas. Yurak berib saqlab etgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch podshohlikni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Liu Bei o'lish oldida Zhuge Liangni ayrim chaqirib akilib, uning podshoh bo'lishini, o'zininki podshohligini uning o'tinib berdiganligini aytdi. Amaliyotda Liu Bei bunday qilish orqali Zhuge Liangni sinab boqmoqchi bo'lgan. Uning sadoqati haqiqatan bormi yo'q, podshoh bo'lg'isi bormi yo'q, shuni demoqchi. Ikkinchi bo'lib, Zhuge Liangninki buning qanday qaraydiganligi. Buningdan keyin o'zining o'g'lini agar podshoh qilib qo'ysa, uningga sadoqatman bo'lamdi, bo'lmamdi, mush jihatda o'ziga va'da bergizmoqchi. Darvaqa Zhuge Liang nihoyatda sadoqatman vazir bo'lganligi uchun darhalla rad qiladi va o'zininki, ya'ni Liu Beining o'g'li Adoga bir umr sadoqatman bo'lib, uning amalga oshmagan orzusini amalga oshirishga yordam qilganligini aytadi. Shuning bilan Liu Bei yana bir amal o'ylab chiqdi. Ya'ni Adoni chaqirib akilib, Zhuge Liangni uningki tutuq otis qilib qo'ydi. Shuning bilan bular ikkisi bog'langandan keyin Liu Bei xotirjam holatda ketib qoldi. Demak, mushning o'zi nima degan vaqtda Liu Beininki eng oxirgi qitim o'zining o'g'li uchun huquqini kuchaytirib bergan bir taktikasi deyishga bo'ladi.